Bolalar dunyosining kaliti o'yin. Bu dunyo hayoti faqat o'yin-kulgudan iboratdir. Agar bilsalar, oxirat diyori ana o'sha haqiqiy hayotdir. Ankabut surasi 64-oyat. Alloh taolo insonni eng go'zal maqom va salohiyatda yaratdi hamda o'zi yaratgan mavjudotlarning xalifasi qildi. Bu shunday salohiyatki, inson tug'ilishi bilan ham aqlan, ham jismonan katta o'zgarishlarni boshdan kechirib o'sishni boshlaydi. Inson hayotining bunday jadal rivojlanishi millionlab ko'nikma va qobiliyatlarni o'rganish va o'zlashtirish orqali bo'ladi. Aniq ko'ra olmaydigan, gapira olmaydigan yoki mushaklarini to'g'ri ishlata olmaydigan chaqaloq ulg'aygan sari ko'rib, gapirib, yugura boshlaydi. Holbuki insonga bunday buyuk salohiyatni ishonib bergan Rahim sifatli zot bu kamolot jarayonini uzoq safarga bog'liq qildi. Go'daklikdan voyaga yetgunga qadar cho'zilgan yo'l ham uzoq, ham mashaqqatlidir. Yo'lning uzunligi, o'rganilishi va tajriba qilish kerak bo'lgan narsalarning ko'pligi mashaqqatli ko'rinsa ham, Alloh taolo bu yo'lni inson uchun oson qiladigan mexanizmni ham yaratgan. O'yin. O'yin bola uchun ham tajriba orttirish, ham o'rganish va amal qilish vositasidir. Hatto o'yin bola uchun xuddi yeb-ichish va uxlash kabi o'rganilgan emas, balki ichki dunyosiga ma'lum bo'lgan harakatdir. Jajjigina go'dak tug'ilishi bilanoq onasining ko'kragiga talpinishiga moyil bo'lgandek, bola ham hayotning har bir bosqichida ichki turtkisi bo'lgan o'ynashga intiladi. Mavlono Jaloliddin Rumiy bu fitriy intilishni shunday izohlaydi. O'yin bolani o'sish va yetuklikka undaydigan ichki kuch. Bu uni yetukroq, aqlliroq darajaga tortib olib chiqadi. O'yin hayajoni bilan ko'p narsalarni o'rganadi. Tananing rivojlanishi ham o'yin tufayli tabiiy o'sishni ta'minlaydi. O'yin o'ynash bola uchun zarurat bo'lsa, ota-onalar uchun katta ne'matdir. Zero, o'yin vositasida o'rganilmaydigan har bir narsani bolaga o'rgatish ota-onaning gardaniga yuklanadi. Ehtimol, millionlab ko'nikma va malakalarni takrorlash ota-onaga og'irlik qilar. Darhaqiqat, bola o'yin orqali o'rganishi mumkin bo'lgan ko'nikmalarni ota-ona rejali tarzda o'rgatishni o'ylashning o'zi ham insonni charchatadi. Biroq ko'plab ota-onalar o'yinni shunchaki bir chalg'itish vositasi sifatida ko'radi. Hatto o'ynab yurgan bolasiga ba'zan tanbeh berib, bekordan bekorga o'ynamay foydali ish qil deya qo'yib berishadi. O'yin bola uchun hayotni o'rganish vositasi hisoblanadi. Garchi o'yin bola uchun eng muhim ish bo'lsa-da, o'tkazilgan tajribalar natijasida ota-onalar o'yinni oxirgi o'rinda ko'rishi ma'lum bo'ldi. Ota-onalar ro'yxatida oziq-ovqat, uyqu va darslar birinchi o'rinda tursa, o'yin afsuski oxirgi o'rindan joy olgan. Farzandining ozig'ini hayot-mamot masalasi deb bilgan ko'plab onalar yoki bolasining maktabdagi bahosini g'urur masalasiga aylantirgan otalar farzandini yetarlicha o'ynab-o'ynamaganiga qiziqmaydi ham. Shuning uchun aksariyat bolalar qorinlari to'q, ammo qalblari och holda hayot kechirishga mahkum etiladi. Holbuki ulug'lar aytgandek, darvish to'ydan, bola o'yindan charchamaydi. Bola o'yinchoqlari bilan o'ynar ekan, tanasining barcha a'zolari haqida tushunchaga ega bo'ladi. Qo'llarini, barmoqlarini, oyoqlarini, quloqlarini qanday ishlatishni mashq qiladi. Tanasidagi uyg'unlik muvozanatini kashf etadi. Yuqoriga sakraydi, yuguradi. Bu barcha jismoniy harakatlari bilan muvozanatni saqlashni, mushaklarini muvofiqlashtirishni va boshqarishni o'rganadi. Do'stlari bilan o'yin o'ynaganda navbat kutish, yutqazishga rozi bo'lish, g'alaba qozonish quvonchini his qilish, qoidalarga bo'ysunish kabi ko'plab axloqiy fazilatlarni o'rganadi. Hatto yosh bolalarga tez-tez aytiladigan "sen niholsan" jumlasi ham bolaning o'sishga bo'lgan ishtiyoqini uyg'otgan va sabrini orttiradigan jumladir. O'yin jismoniy rivojlanish bilan bir qatorda aqliy rivojlanish va yaxshilashni ta'minlaydigan vositadir. Dunyo hayoti odamni achchiq haqiqatlar bilan yuzlashtirgan sinov maydoni kabidir. O'lim, ajralish, baxtsiz hodisalar va kasalliklar kabi o'nlab muammolar kattalar dunyosini, hatto bolani ham chuqur larzaga keltirishi mumkin bo'lgan omildir. Biroq
kattalarnikidan farqli o'laroq bolaning muammolarini hal qilish qobiliyati va uning ruhini tiklay oladigan dunyoqarashi hali ham rivojlanmagan bo'ladi. Ya'ni bola onasidan ayrilganda uning jannatdaligi, keyingi hayotda ko'rishish tasallisi bilan o'zini ovutishga, dardini yumshatishga qodir emas. Zero bu tasalli faqat kattalar uchun ahamiyatli bo'lgan ma'naviy dasturlardir. Shu sababli mavhum tushunchalar o'z dunyosiga yetarli darajada singdira olmagan bola uni o'rniga kattalar dunyosi keraksiz deb hisoblagan harakat hayotiga o'tkazadi, o'yin o'ynaydi. Masalan, yaqinidan ajralgan bola o'lim tushunchasi bilan birinchi marta uchrashish azobini his qiladi. Bu shunday og'riqki, bola uchun yechimini topa olmaydigan tenglamaga o'xshaydi. Vafot etgan yaqin insoni qayerga ketgan, nega hamma yig'layapti, yer ostida qanday nafas oladi, marhum qaytib kelmaydimi degan o'nlab savollar bolaning miyasida aylana boshlaydi. Bu jarayonda hayotiga kirgan begona tushunchani o'ziga singdirish uchun bola o'z o'yinlarida o'limni o'ynaydi. O'ynayotgan chaqaloqlari va mashinalarini o'ldirishga kirishadi. Ota-onasi bilan o'ynagan o'yinlarida ota-onasiga "Endi sen o'lding" deb gap tuzadi. Buni bir muddat takrorlagan bola endigina tanishgan o'lim tushunchasini o'z olamiga olib kiradi. Qolaversa, agar bu jarayon uni yaralagan, xafa qiladigan va tashvishga soladigan vaziyatga ega bo'ladi. O'yinlari orqali tuyg'ularini ham ifodalagan bo'ladi. Aksar ota-onalar oilada bu manzaraga guvoh bo'ladilar. Masalan, ota-onasi urushayotgan bola xuddi gipnoz qilingandek o'yinchoqlari bilan o'ynashi yoki ota-onasi sabab bo'lgan ruhiy yarasini tuzatish uchungina o'ynayotgan bo'ladi. Shuningdek, akasini qizg'ongan bola o'z o'yinida akasini derazadan uloqtirishi, xuddiki ichida to'planib qolgan g'azabini chiqarish uchun o'ynayotgan hayot mashqidan boshqa narsa emas. Shu nuqtai nazardan qaraydigan bo'lsak, o'yin non va suv kabi hayotiy ahamiyatga ega. Ham jismoniy, ham ma'naviy rivojlanishning har bir qadami o'yin dorisi bilan davolanadi va o'z yo'lini topadi. Shu sababdan bo'lsa kerak, suyukli payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallam o'z farzandlari va nabiralari, shuningdek ayollari bilan o'yin orqali ziynatlagan bir rishta tarmog'iga ega edilar. Hazrat Oysha onamiz bilan ko'chalarda bellashishlari, nevaralari bilan tuya minish mashqini o'ynashlari, namoz vaqtida o'zlarining atrofida o'ynayotgan bolalarning o'yini buzilmasin deb sajdalarini uzaytirishlari Habibimizning bolalar o'yiniga qanchalik ahamiyat berganligidan dalolatdir. Ammo bugun e'tibor qilsak, bugungi kunimizda kompyuter o'yinlari tabiiy ko'cha o'yinlarining o'rnini egallagan. Kompyuter va smartfonlarga muttalo qilgan virtual ekranlar bolalarni o'yinning ijobiy ta'siridan uzoqlashtirdi. Negaki, bir tomonlama ta'sir etishga imkon beruvchi kompyuter ekranlari o'yinining bolaga qo'shadigan moddiy va ma'naviy rivojlanishini ta'minlay olmaydi. Aksincha, bu rivojlanish jarayonlarining barchasi orqaga surilishiga sabab bo'ladi. Bugungi kunda yoshligida giperfaollik va yoki anqovlik tashxisi bilan shifokorning eshigiga bosh urgan ota-onalar borligi ajablanarli emas. Shu bois har bir ota-ona o'z farzandi uchun tabiiy o'yin muhitini tayyorlashi kerak. Kerak bo'lsa bolasi bilan, talab qilinsa bolasini yolg'iz yoki do'stlari bilan o'ynashi uchun mos uy sharoitini tayyorlashi shart. Zero ota-ona farzandiga meros qoldiradigan eng go'zal bolalik xotiralari o'yinlar bilan bezatilgan rasmdan boshqa narsa bo'lmaydi. Qo'yib bering, farzandingiz yig'lasin va kulasizlar-u yig'lamaysizlarmi? Najm surasi 60-oyat. Yig'lash Alloh tomonidan bandalarga inom etilgan shifo va boshqaruv mexanizmlaridan biridir. Shuning uchun Qur'oni Karimning 11 joyida yig'lash haqida turli shakllarda so'z boradi. Shuningdek, Allohdan qo'rqib ko'zlari yoshlangan bandalarga jannat xushxabari berilgan. Bu haqida Saodat asri sohiblaridan biri Abdulloh ibn Mas'ud roziyallohu anhu rivoyat qilgan hadisda suyukli payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallam shunday deganlar: Allohdan qo'rqib, ko'zidan pashshaning boshichalik bo'lsa ham yosh chiqqan yoshlari yonoqlariga qadar oqqan har bir mo'min bandani Alloh abadiy olovga harom qilgan. Yig'lash fitriy harakatdir. O'rinli yig'i esa shu darajada muhimdir. Bola tarbiyasi tomonidan olib qaralganda ham yig'lashning katta ahamiyati bordir.
Bola yig'lashdan tabiiy bir tuyg'u o'laroq foydalanadi va rohatlanish uchun yig'layotganlarida ota-onalarning tushunishlari va qo'llab-quvvatlashlarini kutishadi. Zero, hayotga endigina ko'zini ochgan chaqaloqning ham yig'lab orom olishga ehtiyoji bor va bu ehtiyojini osonlik bilan qondirsa, omonda ekanligini, muhim va o'z hayotining nazorati o'zida ekanligini bilib oladi. Qolaversa, har bir ota-ona chaqalog'ining bergan signallariga albatta javob berishi kerak. Chaqalog'ining nima uchun yig'layotganini tushunishga va ehtiyojlarini qondirishga harakat qilmog'i lozim. Moddiy ehtiyojlari qondirilgan chaqaloq yig'lashda davom etsa, agar kasal bo'lmasa, ota-onasining yonida birga bo'lishiga muhtojligini anglatadi. Bu ehtiyoj sezilishi va chaqaloqni quchoqlab xavfsiz yig'lashiga ruxsat berish kerak. Ota-onalar har doim ham chaqaloq yoki bolasining nima uchun yig'layotganini aniqlay olmasliklari mumkin. Kattalar sezmagan ko'p narsalar bolalar uchun sarosima manbai bo'lgan va yig'lashga chorlagan bo'lishi mumkin. Xususan, chaqaloqlik yillarida tuyg'ularini so'z bilan ifoda eta olmaydigan chaqaloqning yig'lash sababini topish qiyinroq bo'lishi aniq. Albatta, buning sababi bolaning ba'zan o'zi o'ynagan biror parda, ba'zida nima uchun yig'layotganini tushunmaslik va ba'zida ona qornidagi qulaylikni sog'inish bo'lishi mumkin. Bunday paytlarda ota-onaga tushgan vazifa chaqaloqning yig'lashi jismoniy yetishmovchilik bo'lsa, uning ehtiyojini qondirish, yana bag'riga olish, keyin esa xotirjam yig'lash va sarosimadan xalos bo'lishiga imkon berishdir. Go'daklikdan bolalikka o'tishda ko'plab o'zgarishlarga qaramay, o'zgarmaydigan yagona narsa bolaning yig'lash ehtiyojidir. Endi bu ehtiyojga so'zlar qo'shilgani uchun bolani bezovta qilayotgan narsani tushunish ota-onalar uchun osonroq bo'ladi. Lekin bu yerda ota-onalarning qilgan asosiy xatolaridan biri bolasidan uning nima uchun yig'layotganini so'rashdir. Zero kattalar balog'at davridan oldin har bir bola o'zining yig'lash sababini biladi deb o'ylashadi. Shunga ko'ra ochiq ko'rinib turgan narsani so'rash bolaga "Seni tushunmayapman" degan bilan barobar. Bu savol bolani yanada tushkunlikka tushiradi va yig'lash tempini oshiradi. Boshqa bir xato esa bolaning yig'lashi oldida oqilona javoblar bilan uning ovozini o'chirishga harakat qilishdir. Masalan, qarindoshlarnikiga mehmon bo'lib borishganda u yerda ko'proq o'tirib qolishdi. Natijada bola o'zi xohlagan multfilmni ko'ra olmagani uchun yig'lasa, unga bu holat faqat bugungi kun uchungina bo'lganligini aytish, qarindoshlarini ziyorat qilish muhimligi haqida gapirish yoki oddiy multfilm uchun shunchalik yig'laydimi degan reaksiyasini ko'rsatish bolaning yig'lashini kuchaytirishdan boshqa narsaga yaramaydi. Negaki bolasining qayg'usiga tushunmagan ota-ona uning hafsalasini pir qilgan bo'ladi. Qolaversa, bolaning ovozini o'chirish, vaziyatdan chiqish uchun unga tahdid qilish, agar jim bo'lmasa nima qilishini yoki undan mahrum qiladigan narsalarni aytish ham bolada shakllangan hissiy holatni odatdagidan chiqarib, uning uchun ruhiy zarba eshigini ochadi. Chunki bostirilgan, ovozi o'chirilgan, zo'rlik bilan oldi olingan har bir tuyg'u bir muncha vaqt o'tgach to'planib, tajovuzkorlik, mushak qisilishi, uyqu yoki ovqatlanish jarayonlarining buzilishi kabi ko'rinishlarda namoyon bo'la boshlaydi. Vaholanki, bunday nosog'lom yechimlardan ko'ra ancha oson va samarali bo'lgan yechimlar bor. Bu bolaning ko'z yoshlarini qabul qilish. Bu shunday samarali usulki, ham bolaning ichiga olgan tuyg'ularini bo'shatadi, ham tuyg'ularni boshqarish qobiliyatiga ega bo'lish imkonini beradi. Oldingi misolga qaytsak, multfilmini o'tkazib yuborganligi sababli yig'layotgan bolaga berilgan javob uning yonida bo'lishdir. Zero, bola o'zi uchun juda muhim sababga ko'ra yig'laydi. Har bir bola onasi uning uchun juda muhim narsani tushunishi va ahamiyat berishiga to'liq haqlidir. Ona yig'layotgan bolasining oldiga borib, birinchi navbatda ko'zlarga qadar egilishi kerak. Bu aloqa uchun birinchi qadamdir. Keyin esa muammoni yechish, nima uchun deb so'rash yoki bolani ko'ndirish o'rniga uni quchoqlab "Men seni tushunaman" deyish bola uchun yetarli harakatlar bo'ladi. Zero bola bir muddat yig'lab ichidagi g'amini to'kib olgach, hech narsa bo'lmagandek hayotni davom ettiradi. Bolalar katta hayotga endigina qadam tashlayotganlari uchun ham ularning biz kattalar singari o'tmishga oid tasavvurlari, kamchiliklari yoki unutilmas tuyg'ulari yo'q. Shuning uchun biror sababga ko'ra yig'layotgan bolaga mehr berilsa, darhol o'ziga kelishi mumkin.
Masalan, yiqilganda yig'layotgan bola onasining bag'riga bosishi va quchoqlab o'pishi orqali hech narsa bo'lmagandek o'ynashda davom etishi mumkin. Vaholanki, ota-onalar yig'lashni odamlarni zaiflashtiradigan harakat deb o'ylashadi. Yig'layotgan bolaga yig'loqi, onasining o'g'li, latta bola kabi ta'riflarni loyiq ko'rgan zamonaviy dunyoqarash joni azoblanganda achinmagan yoki ko'ngli og'riganda yig'lamagan bolaga mardlik taqinchoqlarini taqdim etadi. Yig'lamaslikni erkaklik, ya'ni kuchli bo'lish talabi deb biladi. Biroq kuchli odamlar o'z his-tuyg'ularini inkor etgan yoki bostirgan odamlar emas, aksincha tuyg'ularini boshdan kechirgan va undan kuchliroq bo'lib chiqishga muvaffaq bo'lgan odamlardir. Ota-onalar o'z farzandlarining ko'z yoshlariga bu darajada toqatsizligining yana bir sababi jamiyatdagi yaxshi ota-onalik bosimidir. Farzandi yig'layotgan har bir ota-ona xayolining bir chetida sharmanda bo'lish, yomon va epsiz onaga o'xshab qolishdan qattiq xavotirda bo'ladi. Shu sababdan ham imkon qadar tezroq bolasini jim qilishni onalik vazifasi deb biladi. Ayniqsa o'yinchoq do'konlari oldida yig'lab ota-onasiga aytganini qildirgan bolalarning yagona qilgan ishi ota-onasining shu ojizligidan foydalanishdir. Vaholanki, Allohni eslaganda ko'zlari yoshlangan, komillikning yo'li ko'z yoshlari bilan his-tuyg'ularini to'kishga qodir bola bo'lishdir. O'zi yiqilgan bola yig'lamaydi. Yigit kishi yig'laydimi? Qiz bolaga o'xshab yig'lama kabi ko'plab soxta ong osti kodlari, afsuski, sajdalari ko'z yoshlari bilan nam bo'lmaydigan balog'at olamiga eshik ochishdir. Bola tarbiyasi va ifora. Karvon yo'lga chiqqan vaqtda otalari "Meni aqldan ozgan demanglar-u, albatta, men Yusufning hidini sezmoqdaman", dedi. Yusuf surasi 94-oyat. Yusuf qissasi aka-uka munosabatlari, nafs tarbiyasi, ota-bola muloqoti kabi ko'plab masalalarda asrlarga o'z nurini sochadi. Bu shunday qissaki, har bir oyatiga alohida to'xtalib o'tadigan bo'lsak, farzandimizni tarbiyalash jarayonida bizga yo'l ko'rsatuvchi qo'llanmaga ega bo'lardik. Bu oyatlardan biri bizni hid mo'jizasi bilan tanishtiradi. Keling, qissani qisqacha eslasak. Akalari quduqqa tashlab yuborilgandan keyin Yusufni bir karvon qutqarib oladi. Qul sifatida o'tkazgan vaqti, Fir'avn saroyiga sotilish jarayoni va uzoq yillar zindonda yotganidan so'ng barcha azoblar tugashi va Yusuf Misr podshohi bo'ladi. Oradan yillar o'tib, akalarining yo'li o'zlari o'ldi deb o'ylashgan Yusuf alayhissalom saltanatiga tushadi. Yusuf alayhissalom esa bir bahona bilan tug'ishgan ukasi Bunyaminni o'zining yoniga olib qoladi. Aynan shu vaqtda otasiga xabar yubormoqchi bo'lgan Yusuf alayhissalom o'z ko'ylagini akalariga beradi. Ko'ylak Hazrati Yoqub alayhissalomga yetganda Yusufning hidi uning ko'zlari ko'rmay qolgan otasiga shifo bo'ladi. Bu qissadan asrlarga taralgan ifor hissi inson hayoti uchun o'zgacha ahamiyat kasb etishi namoyon bo'lmoqda. Zero hid insonning birinchi xotirasidir. U shu darajadaki dunyoga endigina ko'zini ochgan go'dakning kattalarnikiga teng bo'lgan yagona narsasi hid bilish qobiliyatidir. Chaqaloq hali onasini ko'rmasdan oldin uni hidlaydi. Onaning hidini, onaning ko'rinishi va ovozidan ancha oldin taniydi. Shuning uchun onasining bag'riga, ko'kragiga, ya'ni hidiga yaqin bo'lganda tinchlanadi va xotirjam bo'ladi. Xotira psixologiyaning asosiy elementlaridan biridir. Xotira bo'lmasa, aql-idrok nima qilishni bilmaydi. Sarosimaga tushgancha nima degani, nima qilgani va nimani o'rganganini eslay olmay qoladi. Xotira bo'yicha o'tkazilgan deyarli barcha tadqiqotlar ko'rish va eshitishga markazlashgan. Biroq xotira tizimlari orasida hid xotirasi juda muhim o'rin tutadi. Hid eng muhim tuyg'u tizimlaridan biri bo'lib, miyaga eng qisqa yo'l bilan yetib boradigan hissiy kanaldir. Zero tadqiqotlar natijasida boshqa sezgilar miyaga yetib borishi uchun nervlar orqali uzoq masofani bosib o'tishga majbur ekanligi aniqlangan. Hidlar esa hayajon, refleks kabi tuyg'ularimizni tartibga soluvchi limbik tizim bilan bevosita bog'langanligi sababli xotirada ancha oson va doimiy ravishda qayd etiladi. Izoh: limbik tizim odamlarning omon qolish instinktlarini qo'zg'atuvchi tizim. U ovqatlanish, himoya qilish, xotirani saqlash, o'rganish, jinsiy istak, uyqu rejimi, stress va reproduktiv istak kabi hissiy va jismoniy reaksiyalarni boshqarish uchun javobgardir.
Shuning uchun hid hissining eng muhim xususiyati boshqa sezgilardagi xotiraga qaraganda kuchliroq xotiraga ega bo'lishidir. O'tkazilgan tadqiqotlarga ko'ra, ko'z va quloqqa ta'sir qiluvchi ogohlantirishlarni hid bilan qayd etilganlarga qaraganda ularning tezroq unutilishi va adashilishi kuzatilmoqda. Zero, yangi tanishgan bir kishining ismini ham, yuzini ham eslolmaydigan paytlarimiz ko'p bo'ladi. Holbuki, bizga yoqadigan yoki jirkanch bo'lgan hidni yillar o'tib yurganimizda o'tmishda qayd etilgan hidning barcha xotirasi ishga tushadi. Chunki hid ayniqsa biror bir voqea bilan xotiraga yozib qo'yilganda unutilishi qiyin, esda qolishi oson bo'lgan hissiy holat sifatida qarshimizga chiqadi. Bolalikning baxtli lahzalarida his qilingan xushbo'y iforlar ongimizda umr bo'yi xotirada qoladigan sahifalarni ochadi. Hatto ko'pchilik insonlarning bolalik chog'ida onasi bilan birga kulib, o'ynab, turib pishirgan biror shirinlikning hidi o'sha odam uchun umr bo'yi baxtning ifori kabi tuyg'ularni his ettiradi. Qachonki ushbu shirinlik hidini sezsa, bolaligida his qilgan o'sha go'zal tuyg'ular inson qalbiga xuddi kechagidek tetik va jonli kirib boradi. Shuningdek, eng yoqtirgan taomini aytgan kishidan bu taomni nega yoqtirishini so'rasangiz, balki buning sababini eslay olmas, lekin yaxshilab o'ylab ko'rilsa, kishining yoqtirgan taomi shirin bir xotira bilan uyg'unlashgan hid sahifalar orasidan oldimizga chiqadi. Shuning uchun ham bola tarbiyasida hid juda muhimdir. Farzandlarimizga yoqimli xotiralarni omonat sifatida taqdim qilayotganimizda xushbo'y iforlar bilan uyg'unlashtirishimiz o'sha lahzalarning doimiyligi va ta'sirchanligini oshiradi. Qolaversa, farzandimiz hayotidagi xazina sandig'ida ota-onalari bilan bog'liq xotiralarini kundan kunga ko'paytirgan bo'ladi. Shu sababdan har bir ota-ona issiq sho'rvaning hidini, yangi bir piyola, birgalikda o'yin o'ynaladigan xonaga purkalgan atir hidini farzandi o'rtasida yillarga cho'zilgan ko'prik qilishi mumkin. Go'zal iforlar ila yoqimli bo'lgan damlarni farzandining hayot sahifalariga ishonch bilan topshirish kerak. Qardoshlar aro hasadga Qur'oniy nazar. Nafsi unga birodarini o'ldirishni yaxshi ko'rsatdi. Bas, uni o'ldirdi. Shu sababdan ziyonkorlardan bo'ldi. Moida surasi 30-oyat. Qardoshlar hasadi inson yaralganidan beri oiladagi muhim masalalardan biri sifatida davom etib kelmoqda. Bu shunday holki, Hazrati alayhissalomning o'g'illari Hobil va Qobil hasad natijasida maqtul va qotil sifatida insoniyat tarixida birinchi bo'lib qayd etilgan. Qur'oni Karimda zikr etilgan Hobil va Qobil voqeasida Hobilning Alloh uchun qilgan qurbonligi qabul bo'lgani, Qobilning qurbonligi esa Alloh nazdida maqbul emasligi xabari aytilgan. Shundan so'ng Qobil akasi Hobilning o'zidan taqvoli bo'lganini ko'ra olmay, qalbidagi hasad oloviga bo'ysundi va qilgan yomonligi Qur'oni Karimda zikr etilib, asrlar davomida ogohlantirish bo'lib qoldi. Balki o'sha kundan boshlab birodar so'zi dunyo charxpalagining bir qoidasi sifatida raqobat so'zi bilan zehnimizga muhrlangan. Natijada har bir bola ozmi, ko'pmi ukasiga nisbatan kuyinish hissi bilan harakat qila boshlagandir. Zero Qur'onda zikr etilgan birodarlik hasadi faqatgina Hobil va Qobil haqida so'z yuritmaydi. Qur'onda bir suraning nomlanishida o'z nomini bera olgan Yusuf qissasining boshlanish nuqtasi ham hasadga taslim bo'lgan aka-ukalar haqidagi ibratli hikoyalardir. Hasad urug'idan xulosa yasagan Yusuf surasining 5-oyatida Hazrati Yoqub alayhissalomning mehr dudoqlari ortidan yangragan quyidagi so'zlar ifoda etiladi. Ey o'g'ilcham, tushingni akalaringga aytmagin. Yana ular senga biror hiyla qilmasinlar. Albatta, shayton insonga ochiq-oydin dushmandir. Bu misollar shuni ko'rsatadiki, qardoshlar aro hasad o'tini yoqqan hodisalar turlicha ko'rinsa-da, asosiy muammo shundaki, bir farzandning o'zini boshqasidan ko'ra past ko'rishidir. Bu ota-onasi va atrofdagilar tomonidan kamroq sevilgani, qadrlanmagani yoki e'tiborsizligini his qilmog'idir.
Zero insonni hasad girdobiga tortgan va odatda qilmagan ishlarini qilishga majbur qiladigan narsa qo'ldan chiqargan deb o'ylagan mavqeni qayta tiklash uchun qilingan urinishdan boshqa narsa emas. Qobil Hobilni o'ldirayotganda Rabbining, Yusufning akalari esa uni quduqqa tashlaganlarida otalar oldida yanada suyukliroq bo'laman deb o'ylashgani uchun shu ishni qilishgan. Shunday ekan, aka-uka o'rtasidagi hasadning oldini olish yo'lidagi ilk qadam oilaning to'ng'ich farzandiga yangi mavqeni tanishtirish va sevdirishdir. Chunki ukasi tug'ilgach, uyning yolg'iz farzandi bo'lgan maqomidan ayriladi. Biroq undan ham go'zal va qadrli bo'lgan akalik yoki opalik maqomi bilan tanishadi. Albatta, bu yangi nom bola uchun qanchalik qadrli kodlanishi ota-onalarning munosabatiga bog'liq. Akalik yoki opalik bo'lishni ukasi uxlayotganda ovoz chiqarmaslik, ota-onasi bilan o'ynashga vaqt qolmasligi, ukasining qilgan har bolaligiga ko'z yumishi kabi kodlashtirgan bola tabiiyki bu yangi maqomni aslida mahrumlik deb biladi. Akalik yoki opalik maqomida bo'lishni yoki bu rolning vazifalarini hech seva olmaydi. Aksincha, ota-ona uyning akasi yoki opasiga hurmat va e'tibor qilsa va bu yangi shaxsiyat bolaga yanada qiziqarli onlar eshigini ochsa, aka-uka, opa-singil orasida hasad urug'lari ekilmaydi va bola hayotidagi bu go'zal o'zgarishni osongina qabul qiladi. Shu sababli ota-onaning birinchi vazifasi uyga yangi chaqaloq kelishi bilan to'ng'ich farzandining xo'rlanishiga yo'l qo'ymaslikdir. Xiyobonga bora olmaymiz, chunki ukang uxlayapti. Hozir o'ynay olmaymiz, ukangning qorni ochdi. Darsingni o'zing qil, ukangga qarashim kerak kabi jumlalar bolaning oiladagi yangi tartiblar bergan barcha salbiy holatlarning sababi ukasi deb ko'rishiga sabab bo'ladi. Bu o'rinda ota-onalar yuqoridagi jumlalar o'rnida yanada oqilona so'zlarni topishi kerak. Masalan, ukang uxlayotgani uchun bog'ga bora olmaymiz, o'rniga otang kelsa xiyobonga boramiz kabi jumlalarni tanlash bola ko'nglida hasad urug'ini boshdanoq sug'ormagan bo'ladi. Ota-onalarning asosiy xatolaridan biri yangi chaqaloqni salgina sinadigan noyob idish kabi himoya qilish kayfiyatida bo'lishlaridir. Ayniqsa akasi ukasini ushlab erkalashni xohlasa, aksar ota-onalar xuddi bomba portlaganday baqirgancha katta farzandini chaqaloqdan uzoqlashtirishga harakat qilishadi. Eng yomoni, bu harakat bilan aka-ukalar o'rtasidagi yaqinlikka qanchalik zarar yetkazishini tushunmagan holda bajarishadi. Holbuki, kichkina chaqaloqqa zarar bermaslik uchun aka yoki opaga ishlatiladigan oddiy ikki yo'l bor: chalg'itish va e'tiborini boshqa narsaga tortish. Bu ikki yo'l ikkala bolani ham o'ksitmasdan ehtimoliy zararning oldini olishga yordam beradi. Masalan, farzandingiz ukasini o'ynatish niyatida qo'lga o'yinchoqni olib, chaqaloqning yuziga yaqinlashtirganda, "Nima qilyapsan? Ukangni qo'rqitasan" deyish o'rniga, "Voy bolajonim, chiroyli o'yinchoq ekan, ko'raychi, qo'g'irchoqning ko'zlari qanday rangda ekan" deyishingiz mumkin. Bu bilan siz bolaning xayolini chaqaloqdan olib e'tiborini chalg'itgan bo'lasiz. Yoki xuddi shu ssenariyda o'yinchoq chaqaloqqa juda yaqin kelayotganini ko'rib, "Qani xonaning narigi tomoniga yuguramiz" deb bolangiz ishtirokida yangi o'yin o'ynab topishingiz mumkin. Bu va shunga o'xshash yechimlar qalb shikastlanishining oldini oladi va ikki bola ishtirokidagi o'yin jarayonini kuchaytiradi. Bolaning chaqaloq ukasini ushlay olishi ular orasidagi yaqinlikni mustahkamlash uchun katta ahamiyatga ega. Ya'ni muhabbat eng ko'p teginish orqali his qilinadi. Xususan bolalar ota-ona, aka-uka va opa-singillar kabi sevgi rishtalari mavjud bo'lgan boshqa odamlarga teginishi ayniqsa muhimdir. Aka yoki opani chaqaloqqa tegintirish uni sevishini ta'minlash uchun eng yaxshi vaqt chaqaloq uxlayotgan paytdir. Zero yangi tug'ilgan chaqaloqlar kunning ko'p qismini uyquda o'tkazadilar va bu jarayonda ular tashqi ta'sirlardan qat'iy nazar uxlashda davom etishadi.
Chaqaloqning uxlagan vaqtini fursat bilgan ona oilaning katta farzandini ukasining oldiga olib borib, uni sevishini, tagini artayotganda onasiga yordam berishini, so'lagini tozalashini, paypog'ini kiydirib qo'yishini so'rashi mumkin. Bu jarayonni yaxshilash uchun "Ukangga sening teginishing yoqdi, qara, jilmayib turibdi" kabi jumlalar yordamida bolaning ijobiy his-tuyg'ularini uyg'otish mumkin. Ushbu to'g'ri harakatlarni namoyish etayotganda bir tomondan bolangizni o'zingizni uzoqlashtirmaganingizga ishonch hosil qilishingiz kerak. 2 farzandli hayot uy ishlari, ayollik va onalik vazifasi, balki davom etayotgan ish hayoti bilan oson bo'lmasligi mumkin. Ammo shuni bilish kerakki, bolangizni ma'naviy oziqlantirish uchun ko'pincha butun kuningizni unga bag'ishlashingiz shart emas. Aksariyat ota-onalar farzandiga g'amxo'rlik qilishni hamma narsadan voz kechib, faqat unga vaqt sarflash deb o'ylashgani uchun ortiqcha vahima qilishadi. Vaholanki, bolangiz sizdan e'tibor talab qilganda ishingizni to'xtatib atay 5 daqiqa shug'ullanishingiz ko'pincha unga kifoya qiladi. Masalan, farzandi "Onajon, menga kitob o'qib bering" degan ona "Albatta o'qib beraman, lekin ishimni davom ettirishim uchun 5 daqiqa vaqtim bor. Shuning uchun soatni qo'yamiz. Keyin onang ovqat pishirishga qaytadi" deb farzandiga bor yo'g'i 5 daqiqa vaqt ajratsa, bola undan katta qoniqish oladi hamda onasidan kutgan e'tiborni ko'rgan bo'ladi. 5 daqiqadan so'ng bong chalinganda ona bolasini bag'riga bosib "Rosa mansa qildim. Har doim shunday qilaylik" deya bu vaqtdan o'zi his etgan baxtiyorlikni bolasiga bildirgancha ona-bola munosabatlarini mustahkamlagan bo'ladi. Qardoshlar orasidagi rishtani mustahkamlashning yana bir usuli aralashmaslikdir. Afsuski, ko'pchilik ota-onalar bunga amal qilmaydilar. Aka-ukalar janjalga chiday olmay salgina hakamlik qilishga urinishadi. Vaholanki, kurash muhiti aslida muammolarni hal qilish ko'nikmalarini rivojlantirish uchun ajoyib imkoniyatdir. Lekin afsuski, kim boshladi? Nega bunday bo'ldi? degan savollar bilan eshik oldida paydo bo'lgan ona 2 farzandining bir vaqtning o'zida hayot mashqida egallashi mumkin bo'lgan ko'plab ko'nikmalarini bir urinishdayoq ularning qo'llaridan olib qo'ygan bo'ladi. Bu yerda kalit so'z bu muammoni o'zaro hal qila olishingizga ishonaman. Zero bolalar muammolarini u yoki bu yo'l bilan hal qilish va hayotlarini davom ettirish uchun juda yaxshi moslashgan va bunga mohirdirlar. Bu borada ota-onaga tushgan ish orqaga chekinish va farzandlarning 2 tomonlama munosabatlarda ishlab chiqqan amaliy yechimlariga qoyil qolishdan boshqa narsa emas. Qardoshlar hasadgo'yligi birinchi insondan to hozirgi kungacha davom etayotgan Qur'onda aytilgan voqeliklardan biridir. Biroq bu holat sizning uyingizda qanday tasvirlanishi bolalaringizning emas, balki sizning muloqot qobiliyatingizga bog'liq bo'ladi. Cho'ntaklarimizdagi tamg'alar. Albatta, biz insonni aralash nutfadan yaratdik. Inson surasi 2-oyat. Inson ongi birinchi marta duch kelgan vaziyat yoki predmetlarni oldindan o'ziga tanish bo'lgan holatlar, narsalar bilan taqqoslash orqali anglaydi. Masalan, birinchi marta tatib ko'rgan taomini "Shu taomga o'xshaydi", birinchi marta ko'rgan mevasini "Xuddi o'sha meva kabi" deb o'ziga yaqin qiladi. Bu o'xshatish moyilligi hayotni osonlashtirgan va tushunish qiyin bo'lgan vaziyatlarni idrokka yaqinlashtirgan muhim qobiliyatdir. Ifodalash qiyin bo'lgan hissiy holatlar ham o'xshatish orqali oson tushuniladi. Qattiq qayg'uga botgan kishi "Ichim yonayapti", o'ta baxtli kishi esa "Yuragim hapriqib ketyapti", "Quvonchim ichimga sig'mayapti", "7-chi osmondaman", "Oyog'im yerga tegmayapti" kabi iboradan foydalanib mavjud hissiy holatini sherigiga tushuntiradi. Bu ta'riflar tushunish va tushunilishi oson qilinsa ham ularning hayotimizga ta'sir qiladigan salbiy tomonlari mavjud. Zero bir narsani ongimizda ma'lum bir qolipga solib qo'yish mavjud imkoniyatlarni ko'rishimizga to'sqinlik qiladi va ongimizdagi kabi qabul qilishimizga sabab bo'ladi. Masalan, er kutgan romantikani ko'rsata olmagan ayol erning ongida romantik emas tushunchasi bilan qayd etiladi.
Vaqt o'tib, xotin bu jarayonda ko'plab fidokorona harakatlarni namoyon qilsa ham, erning ongidagi yorliq turmush o'rtog'idagi ijobiy o'zgarishlarni sezishga to'sqinlik qiladi. Chunki bir marta ongida xotin haqida bir qarorga kelgan va uni muhrlab qo'ygan bo'ladi. Ongdagi bu yorliqning eng keng tarqalgan namunasini qaynona kelin mojarosida ko'ramiz. Kelinning qaynonasi va qaynonaning kelini haqida juda ham noto'g'ri qarashlari jamiyatdagi qotib qolgan fikrlarning inkosi ekanini bilamiz. Bu shunday keng tarqalgan yorliqki, qaynona juda yaxshi bo'lsa ham biror g'arazli maqsadi bor deb o'ylanadi va albatta bir o'ylagani bor degan yomon gumonga qurbon bo'linmoqda. Zehndagi yorlig'imiz aniq. Kelin va qaynona hech qachon kelisha olmaydi. Bu jihatdan ota-ona va bola munosabatlariga nazar tashlasak, ota-onalarda ham juda ko'p yorliqlar bor. Yaramas, yovuz, o'jar, giperfaol, beparvo, qo'pol kabi ko'plab ong ostidagi yorliqlarning bolalarga to'g'ridan to'g'ri yopishtirilganini ko'ramiz. Masalan, bola bolalikni qilmoqchi bo'lganida yaramas, uy vazifasini qilgisi kelmasa, dangasa, rivojlanishni ta'minlaydigan harakatchanlik bilan sakrab o'ynasa, giperfaol degan tamg'ani olib bo'ladi. Afsuski, bir zumlik o'tkinchi bolalik onlari shunday yorliqlar bilan aqidaga aylanmoqdaki, natijada onam dangasa dedimi, unda men dangasaman degan o'zida bo'lmagan hislatni yashashga majbur bo'lmoqda. Shu o'rinda Qur'oni Karim oyatlarida insonning yaratilish manbasi suv ekanligiga e'tibor qaratish muhim. Zero suv gap so'zlardan ta'sirlanadigan moddadir. Masalan, yapon olimi Masaru Emoto o'z tajribalarida suvning zaryadlangan energiyani yoki atrofidagi energiyani o'ziga nusxalash orqali mos ravishda reaksiyaga kirishishini aniqladi. Emoto suv tomchilarini muzlatib, ularni suratga olish imkoniyatiga ega qorong'u yerdagi zarrabinda tekshirganida insonning tebranish energiyasi, fikrlari, so'zlari, g'oya va musiqani, hatto suv oldida ko'rsatilgan kinolar ham molekulyar tuzilishiga ta'sir qilishini ilmiy tomondan isbotlab berdi. Suv kristallari tajribaning eng qiziqarli tomoni shundaki, hatto qog'oz bo'lagiga turli ma'nolarda yozilgan suv va suv idishlariga yopishtirilganda ham suv ta'sirlangan. Ya'ni suv faqat og'zaki gapni emas, o'ylagan fikridan ham ta'sirlanadi. Bu nazariyani suvdagi isbotiga qaraganimizda, rahmat so'zi yozilgan shishadagi suv juda chiroyli kristal bilan reaksiyaga kirishsa, ahmoq so'z yozilgan shishadagi suv shaklsiz parchali kristal ko'rinishda bo'lganini ko'ramiz. Demak, farzandimizga aytgan yomon so'zlarimiz ularning ruhiga salbiy ta'sirdan tashqari, ongimizda o'rnatgan salbiy yorliqlarimiz ham bolaga yomon ta'sir qiladi degan xulosaga kelish mumkin. Zero, inson tanasining 65% suvdan iborat. Suvga yomon so'z va yorliqlar salbiy ta'sir qilganidek, tilimizdagi va ongimizdagi salbiy narsalar ham farzandimizga shunday ta'sir qiladi. Dangasa deyilgan bola qanday dangasalikka moyil bo'lsa, ahmoq deyilgan bola aqliy salohiyatini rivojlantirmaydi. Ayniqsa, giperfaol va e'tiborsiz kabi boshqa shifokorlar tomonidan tashxis qo'yilishi mumkin bo'lgan kasalliklarning nomlarini yopishtirish bolamizga qilingan katta zarardir. Suvning o'zgartiruvchi ta'siridan ijobiy tomonini foydalanish ham ota-onaga berilgan muhim ne'matlardir. Salbiy talqinlar bolamizni salbiy tomonga yetaklaganidek, aksincha, ijobiy fikrlar ham uni sog'lom fikrlashga chorlaydi. Ammo afsuski, jamiyatimizning aksariyati salbiy tomonini tanlashga va sezishga moyil. Sherigimizning ko'plab yaxshi tomonlari bor bo'lsa ham, bitta salbiy tomonini topib, shuning ustida to'xtalamiz. Gaplashganda bolamizni asabiylashtirib tarbiya qilish uchun salbiy metodlardan vosita sifatida foydalanamiz. Yomon talqinlar, g'iybatlar, o'xshatishlar bilan yaxshi bo'ladi deb umid qilamiz. Holbuki, bu munosabatlar shaxsning manfiy tomonlarini ko'paytirishdan boshqa hech narsaga yaramaydi. Hech qaysi bola onasi unga tanbal degani uchun o'zini tartiblab ko'proq dars qilmayapti yoki o'zini shunday atagan ota-onaga nisbatan ijobiy tuyg'ular ko'rsatmayapti. Shuning uchun ham xalq orasida aqllini 40 kun telba desang telba bo'ladi degan juda o'rinli naql bor.
Zero suvning insonni o'zgartiruvchi kuchi ham, so'zning duoga aylanishi ham donishmandni aqldan ozdiradigan jarayonni ko'rsatadi. Bu borada Hazrati Umar roziyallohu anhuning og'zingizdan chiqqan so'zni yashamaguningizcha o'lmaysiz deganlari har bir ota-onaga ko'zgu bo'lishi kerak. Har bir ota-ona bolasiga yomon tamg'ani loyiq ko'rib, uning hayot yo'liga salbiy duo urug'ini ekishdan saqlanishi lozim. Zero oddiy bir so'z bolamiz hayot yo'lida duch kelishi mumkin bo'lgan yagona to'siq bo'lishi uchun yetarlicha kuchga egadir. Ota-ona va bola o'rtasidagi chegara. Mahramiyat. Qachon sizning yosh bolalaringiz balog'atga yetsalar, ulardan oldingilar izn so'ragandek izn so'rasinlar. Nur surasi 59-oyat. Mahram so'zi arabcha harom so'zidan kelib chiqqan bo'lib, harom bo'lgan degan ma'noni anglatadi. Alloh taolo tomonidan harom qilingan narsalar haromdir. Ular mahram yoki muharram so'zlari bilan ifodalanadi. Taqiqlangan holi esa mahramiyat deb ataladi. Boshqacha qilib aytganda, shaxsiy hayot daxlsizlik holatini anglatadi. Harom, mahram va mahramiyat so'zlari diniy hukmlarga aloqador taqiqlangan har narsa uchun ishlatiladi. Biroq mahram va mahramiyat so'zlari ayniqsa oila huquqida o'ziga xos foydalanish uslubiga ega bo'ldi. Masalan, mahram so'zi nikohi abadiy man etilgan yaqin qarindoshlar uchun ishlatiladi. Qaynotaning kelini bilan turmush qurishni taqiqlash kelinning mahrami tushunchasi bilan izohlanadi. Shu tarzda yaqin qarindoshlar o'rtasidagi abadiy nikohni taqiqlash ham mahramiyat deb ataladi. Mahramiyat tushunchasiga inson vujudi jihatidan qaralganda jinsiy daxlsizlikni bildiradi. Ya'ni qarash, teginish va u haqida gapirish harom bo'lgan joylarga nisbatan daxlsizlik zarurligini anglatadi. Bu daxlsizlik insoniyat tarixining boshlanishidan-oq insonning eng katta sinovi bo'lgan. Zero Araf surasida shayton birinchi inson Hazrati Odam va Hazrati Havvoni aldaganida mahramiyat pardasi yirtilib, harom narsalar oshkor bo'lib, katta sharmandalikka sabab bo'lgani aytiladi. O'shandan beri shayton odamlarning mahramiyatiga ziyon berish uchun urinishda davom etmoqda. Shuning uchun Alloh taolo insonga o'z tanasidan boshlagan va bosqichma-bosqich kengayib boruvchi mahramiyatga oid hukmlarini nozil ayladi. Iymon keltirgan kishilarni mahramiyatga rioya etishga chaqirdi va bu boradagi boshqalarning chegaralarini hurmat qilish zarurligini ta'kidlaydi. Hatto oiladagilarni rioya qilish kerak bo'lgan mahramiyat chegaralariga ega ekanligini ta'kidlaydi. Bu chegaralar insonning insondek yashashi uchun zarurdir. Zero buzilayotgan mahramiyat chegaralari insonni g'urursiz va behayo hayot kechirishiga solib qo'yishi mumkin. Afsuski, aksariyat ota-onalar bolalarining chegaralarini hurmat qilish u yoqda tursin, uning tanasi va ular ega bo'lgan chegaralarni ham o'zlarining davom etayotgan parchasi sifatida ko'rishadi. Farzandining alohida shaxs ekanligini unutib, uning o'rniga o'zlari qaror qabul qilishadi. Bolasi o'rniga och qoladi. To'ydim degan bolasiga majburlab ovqat yediradi. Sovqatmagan bo'lsa ham sovqatdi deb o'ylab qavatma-qavat kiyintiradi. Qolaversa, yaxshilik qilyapman deb o'ylagan shunday lahzalarda farzandining jismiga ziyon yetkazayotganini sezmaydilar ham. Mahramiyatning bolaga oid jihatlarida jismoniy erkinlik va xabardorlik yotadi. Aslini olganda inson o'zi bilgan narsaning himoyachisiga aylanadi. Shu sababli farzandimiz yoshligidanoq o'zining shaxsiyatini va o'ziga xosligini anglab yetishi kerak. Jismoniy xabardorlik faqat inson o'z tanasi haqida fikr bildirish huquqiga ega bo'lgan jarayondagina rivojlanishi mumkin. Chunki insonning nomidan qaror chiqaradigan tarbiya jarayonida odam faol so'zlovchi holatidan nofaol tinglovchi holatiga o'tib qoladi. Ona va bola o'rtasida ovqatlanish yoki kiyinish masalasida yuqorida aytilgan misollar mazmuna ko'rinishi mumkin. Bu yerda mahramiyat tarbiyasi e'tibordan chetda qolishi mumkin.
Bolaning qo'lidan o'z tanasi haqida gapirish va yo'q deyish huquqi olib qo'yilsa, uning yomon amallar nishoniga aylanib qolish ehtimoli ortadi. Bolaning badani va mahremiyatini hurmat qilish, uning jismonan mustaqilligiga hurmat bilan qarash orqali bo'ladi. Masalan, farzandi o'ptirishni istamasa ham o'pgan, uni erkalash uchun zo'rlab quchog'iga olgan, vujudini siypalagan, qitiqlagan. Ota-onaning bu harakatlari bolasining mahremiyatini hurmat qilmasligini bildiradi. Zero bolaga kuch ishlatib mehr ko'rsatish, bolaga bo'ysunish va kattalar uning tanasidan xohlagancha teginishi mumkin degan tushunchani beradi. Biroq ota-onasiga yo'q deb ayta oladigan va bu qarori hurmat qilingan bolaning mahremiyat tushunchasi ancha sog'lom rivojlangan bo'ladi. Shunday ekan, mahremiyat tarbiyasining birinchi qadami bolaga jismonan erkin ekanini bildirish bo'lishi kerak. Uning badaniga oid qarorlari va istaklarini hurmat qilish lozim. Bunda ota-onalar bolalarning tanasiga oid ishlarda ularning roziligini olishga harakat qilishlari kerak. Masalan, terlagan bolaning ichki ko'ylagi ruxsatsiz birdaniga yechilmasligi yoki tagini ho'llagan bolaning shimini har qanday yerda jahl bilan emas, bolaning ruxsatini olib va mahremiyatiga rioya qilgan holda o'zgartirilishi kerak. Shu tarzda bolaning ruxsatsiz tanasiga qilinadigan aralashuvlarini his qilish uchun zamin tayyorlanishi lozim. Mana shunday ko'rinishda bolaning kiyimlari hammaning ko'z o'ngida almashtirilmasligi kerak. Iloji bo'lsa, bola kiyimini o'zi hech kim ko'rmaydigan joyda o'zgartirish kerak. Agar bola kiyimini o'zi almashtira olmasa, onasi bilan alohida xonaga borib almashtirish kerak. Keyingi qadam mahremiyat joylari haqida ma'lumotga ega bo'lishdir. 4 yoshdan boshlab bolalar o'z tanasining ba'zi qismlariga teginishdan bezovtalana boshlaydilar. Ayniqsa, mahram joylarga teginish bolada keskin reaksiyaga sabab bo'ladi. Bu bilimni oshirish maqsadida 4 yoshdan boshlab bolalarning jinsiy a'zolariga teginishni kamaytirish, turmush o'rtog'i, do'stlari, qarindoshlari tomonidan bolaning jinsiy a'zolariga teginish, o'pish, urish orqali erkalamaslik kerak. Bu yoshdan so'ng bolaning hojatga yordam beradigan odam uning onasi yoki otasidan boshqa hech kim bo'lmasligiga ham e'tibor berish kerak. Shuningdek, bola yurishni boshlagan paytdan boshlab hovli o'rtasida yalang'och qolmasligi kerak. Bola yoshligidan boshlab o'zini mahremiyat me'yorlariga rioya qiladigan holda o'rgatilishi lozim. Ayniqsa, 4 yoshdan boshlab bolalar uyning ichida yoki tashqarisida yalang'och holda bo'lmasliklari, kiyimlarini o'zi kiyib yechishlariga ruxsat berilishi lozim. Boshqalar oldida o'zini yalang'och ko'rishga odatlanmagan bola kiyimini boshqalar tomonidan yechsa, o'zini juda noqulay his qiladi. Mana shu yo'llar bilan bolada yomon ko'zlarga qarshi jiddiy himoya shakllanadi. Shuningdek, bolaning ongida mahremiyat odoblarini rivojlantirish maqsadida 4 yoshdan boshlab ota-onasi bilan hammomda butunlay yalang'och bo'lishi maqsadga muvofiq emas. Ota-ona farzandlarini o'zlari yuvintirsa ham bolalar butunlay yalang'och bo'lmasligi, ichki kiyimda qoldirilib jinsiy a'zolarini ko'rsatmaslik tamoyilini amalda saqlab qolish kerak. Afsuski, ba'zi ota-onalar farzandlariga hojatxona odoblarini o'rgatish niyatida farzandlari bilan hojatxonaga birga kirishadi yoki hojatxona eshigini ochiq qoldirishadi. Vaholanki bunday xatti-harakat bolaning mahremiyat ongini his qilishiga to'sqinlik qiladi. Har qanday holat bo'lsa ham 4 yoshga to'lgan bola hojatxonaning mahram joy ekanligini o'rganishi va hojat chiqarishni boshqalarga ko'rsatishi to'g'ri kelmasligini bilishi lozim. Bolani avrat joylarini ko'rsatishdan bezovta bo'lmaslikka va hojatxonada ekan boshqa odamning unga munosabat bildirishiga odatlanmasligi kerak. Ona uchun bola qanchalik katta bo'lsa ham baribir bola. Shuning uchun ko'plab onalar bolasining xonasiga kirish uchun ruxsat olish kerak deb o'ylamaydilar. Biroq aslini olganda har bir ota-ona farzandining xonasiga kirish uchun ruxsat so'rashi, bolaning yalang'och tanasiga duch kelsa, kechirim so'rab eshikni yopishi kerak. Bunday harakat namunasi bolaning shaxsiyatini hurmat qilishni o'rgatish va bolaga noqulay vaziyatda e'tiroz bildirish qobiliyatini shakllanishi nuqtai nazardan juda muhimdir. Shu nuqtai nazardan Rabbimiz Qur'oni Karimning Nur surasi 58 va 59 oyatida mahremiyat chegaralarini yoshga ko'ra aniqlashtirib, ota-onalar uchun muhim bir yo'l belgilab bergan. Ey iymon keltirganlar!
Qo'lingizda mulk bo'lganlar va o'zingizdan balog'atga yetmaganlar sizdan 3 o'rinda izn so'rasinlar. Bomdod namozidan oldin, peshinda kiyimlaringizni yechadigan paytingizda va xufton namozidan so'ng. Ushbu 3 vaqt siz uchun avratdir. Qachon sizning yosh bolalaringiz balog'atga yetsalar, ulardan oldingilar izn so'ragandek izn so'rasinlar. Bu oyatlarda bir xonada yashovchi 4 toifa kishilar haqida gap boradi. Birinchisi ota-ona, ikkinchisi bugungi kunda bo'lmagan, lekin o'tmishda uy ishlarida xizmatdan foydalanilgan qul va kanizaklar. Uchinchisi balog'at yoshiga yetmagan bolalar. To'rtinchi guruh balog'at yoshiga yetgan bolalar. O'smirlik davridan boshlab uydagi har bir kishi har doim boshqalarning xonasiga kirish uchun ruxsat so'rashi kerakligi haqida hamfikrlik mavjud. Balog'at yoshiga yetmagan yosh bolalarga esa 3 vaqt bomdod namozidan oldin, peshin va xufton namozlaridan keyin ota-ona va kattalar xonalariga kirmaslik kerakligini o'rgatish kerak. Agar shu paytlarda kirishlari zarur bo'lib qolsa, ruxsat so'ramay kirishlari noto'g'ri ekanligi, ko'pi bilan 3 marta eshikni taqillatish mumkinligi yaxshilab tushuntirish lozim. Shuni alohida ta'kidlash kerakki, agar 3 martada ham ruxsat bo'lmasa, ichkariga kirish mumkin emas. Shu nuqtai nazardan olib qaralganda, har bir ota-ona farzandiga mahramiyat tushunchasini yoshligidan o'rgatishi farz ekanligi ko'rinib turibdi. Qolaversa, diniy ulamolar ham, pedagogika mutaxassislari ham bolalarning mahram joylarini berkitilgan bo'lishi, ota-onalarning ham nazar tushmasligini va bu mavzuda o'ta ehtiyotkor bo'lishni tavsiya qilganlar. Farzandingizga emas, nafsingizga sabr qiling. Albatta, Alloh sabrlilar bilandir. Baqara surasi 153-oyat. Sabr Qur'oni Karimda 114 marta zikr qilingan fazilatdir. Sabrga chaqirish va musibatlar oldida sabrli bo'lish doimo ta'kidlanib kelingan. Insonga sabri evaziga jannat bog'lari va'da qilingan. Zotan sabr qilish rozi bo'lish deganidir. Shuningdek, faqatgina Alloh berganiga rozi bo'lganlargina sabr maqomiga erisha oladilar. Bola tarbiyasining sabrga ochilgan eshigida bizni ongimizdagi yanglish fikrlar qarshi oladi. Farzandining yaramasligiga sabrli bo'lish talqinini ko'plab ota-onalarning sabrini suiiste'mol qilishiga sabab bo'ladi. Shu o'rinda quyidagi savolga javob bizni to'g'ri yo'lga boshlaydi. Sabr qilishimiz kerak bo'lgan jihat haqiqatdan ham bolamizning yaramasligimi? Yoki bu harakatlarning ota-ona zehnida uyg'otayotgan tuyg'ular uchun sabr qilish kerakmi? Kengroq o'ylab qarasak, hayotda duch keladigan sinovlar boshimizdan kechirgan voqealar emas, balki bu voqealarni bizda uyg'otadigan tuyg'ular ekaniga guvoh bo'lamiz. Chunki ayni bir hodisaning hamma odamlar uchun ta'siri bir xil bo'lmaydi. Bir ona uchun bolaning nogiron tug'ilishi ruhiy inqirozga sabab bo'lsa, boshqasi uchun bu jannatni kafolatlagan imkoniyat bo'lishi mumkin. Shuningdek, ba'zi oilalarda bola mashaqqat sababi deb qaralsa, boshqalar rahmat ekanligini bilib, shukr sharbatidan ichadi. Bu butunlay shaxsning dunyoqarashiga bog'liq. Hodisalarni biz uchun sinov qilgan, har birimizda turlicha shakllangan dunyoqarashdir. Shunday ekan, ota-ona bo'lish voqealarga emas, balki hodisani bizda sodir etgan hissiy holatga sabr qilish bilan bo'ladi. Bu gilamga sharbat to'kib yuborgan bolamizga emas, his qilgan g'azabimizga sabr qilishdir. Zero musibatga sabr qilinadi, bolaga emas. Shundan ham bola bolaligini qilgani uchun sabrga haqli emas. Beg'ubor bolalik qilayotgan bolalarga baqirib, jahl qilib, hatto uni urmoqchi bo'lgan ona o'zining hissiyotlariga sabr qilishi kerak. Bunday sabr qilishning yo'li esa jahl qilishimiz, xafa bo'lishimiz va g'azabimizni his qilganimizda bu tuyg'u bolamiz bilan bog'liq emas, tamomila o'zimizning tuyg'ularimiz ekanligini tushunishdir. Ko'pincha ongimizdagi qizil ko'tlar tufayli sabrsizlikni namoyon qilamiz. Misol uchun, farzandimiz yolg'on gapirsa, ongimizda yolg'on gapirmasligi kerak signali faollashadi va bu bolaga munosabatimizda keyingi qadamni noto'g'ri qo'yishimizga sabab bo'ladi. Holbuki, yolg'on gapirgan bolaning o'sha paytda yolg'on gapirishga to'g'ri keladigan ruhiy holatda ekanligini tushunsak,
boshqa yolg'on gapirmasligi uchun bu holatni bartaraf eta olamiz. Bu esa faqat shu vaqtda nafsimizni quloqlarimizga shivirlagan g'azab torlariga sabr qilish orqali bo'ladi. Sabrning eng yaxshi misollarini izlaganimizda saodat asriga ochilgan parda oldida o'zimizni topamiz. Aksariyat ota-onalarning jahlini chiqaradigan, balki zo'ravonlikka yo'l qo'ydiradigan voqealarda payg'ambarimiz alayhissalomning sabr, shafqat bilan go'zal natijaga erishganlariga guvoh bo'lamiz. Kunlarning birida azon chaqirilayotganida bir guruh bolalar azonga yengil qarab muazzinni masxara qilishadi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bolalarning bu ishini ko'rib, ularni huzurlariga chaqiradilar. Aytilayotgan azonni qaysi masxara qilayotganini so'raydilar. Bolalar oralaridan birini ko'rsatadi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam o'sha bolaga yuzlanib, unga ovozining qanchalik shirali ekanligini aytadilar. Keyin o'sha bolaga azon aytishni buyuradilar. Bola azon aytishni bilmasdi. Hijolatdan yuzi qizaradi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bolaga tabassum qiladilar va o'zlari azon aytishni boshlaydilar. Keyin bolaga o'girilib, "Qani, qaytar" deb marhamat qiladilar. Bola o'zi eshitgancha azonni qaytaradi. Bola takrorlab bo'lgach, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam unga bir hamyon pul beradilar. Jazolanishni kutgan bola bunday mukofotga duch kelgani sababini bilmay hayratlanib turganda, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam muborak qo'llarini bolaning peshonasiga qo'yib, sochlarini silaydilar. So'ng qo'llarini bolaning ko'ksiga olib, uni "Alloh seni muborak qilsin, Alloh senga baraka yog'dirsin" deb duo qiladilar. Bolada shu paytga qadar bo'lgan qo'rquv o'rnini ikki olam sarvari muattar iforli Habibimizga nisbatan cheksiz muhabbat egallaydi. Biroz avval payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam huzurlariga xunuk xulq-atvor bilan kelgan bu bola sof qalbi bilan payg'ambarimizdan "Meni Ka'baga muazzin qilib tayinlaysizmi?" deb so'raydi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam tabassum bilan bolaning iltimosiga rozilik beradilar. Bu voqeadagi musulmonlar muqaddas deb bilgan qadriyatni kamsitgan, uni masxara qilgan bolaga qilingan payg'ambarimizning munosabati bugungi pedagogika ilmining poydevorini quradigan darajadadir. Avvalambor, gul iforli Nabiy alayhissalom azonni kamsitgan bolaning ishidan yuzaga kelgan barcha salbiy his-tuyg'ularga sabr qilib, oqilona maqomlarini saqlab qoldilar. So'ng birinchi qadam sifatida "Qani, azon aytchi" deya iltifot qildilar. Holbuki, aksariyat ota-onalar bunday vaziyatda farzandi bu jinoyatni qayta qilmasligi uchun tanbeh berishadi. Balki bolasiga jazo berishni afzal ko'rishadi ham. Biroq payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam buning aksi o'laroq sabr qildilar. "Kel, azon ayt" deya e'tiborni bolaning yomon xulq-atvoriga emas, chiroyli ovoziga qaratdilar. Bu xatti-harakat bola tarbiyasining eng muhim qismlaridan biridir. Pedagogikada ijobiy bola tarbiyasi deb ataladigan ushbu amaliyot bolani ijobiy xulq-atvorga undash uchun ishlatiladi. Zotan xatolari uchun tanbeh berilgan, jazolangan, ya'ni yomon intizomiy jazo qo'llanilgan bola o'z sha'nini himoya qilish maqsadida salbiy xatti-harakatini davom ettirishga moyil bo'ladi yoki boshdan kechirgan sharmandalik natijasida shaxsiyatida chuqur yaralar qoladi. Voqeaning davomida azon aytgan bolaga janobimiz bir hamyon pul berishlarini ko'ramiz. Jinoyat sodir etib, qarshisida turgan bolaga moddiy mukofot berildi deb tushunamiz. Bunday holatda hech kim mukofot berishni o'ylamaganidek, salbiy harakatni rag'batlantirish qo'rquvi bilan ko'pchilik ota-onalar bunday qilishdan qochishadi. Hech bir bola xatosi uchun kattalarga qilinadigan muomalaga loyiq emas. Chunki bolalar vaqt-vaqti bilan xatoga yo'l qo'yishsa-da, ular bu xatolarni ataylab yomon niyatda qilishmaydi. Voqea davomida Habibimizning qo'llarini aybdor bolaning sochlari orasida ko'ramiz. Sochni silashlari bilan kichkina bolaga ruhiy mukofot berganlarga guvoh bo'lamiz. Keyin esa bolaning "Alloh seni muborak qilsin, Alloh senga baraka yog'dirsin" duosiga musharraf bo'lganini ko'ramiz. Bu duo bilan kichkina bola azonni masxara qilishning jazosini emas, aksincha 4-chi mukofotni oldi. Bu mukofotlar bilan u iymonini mustahkamlaydi, hushyorlikka erishadi. Shu darajaga yetdiki, bir necha daqiqa avval
masxara qilgan azonni aytish ishqi bilan to'lgan qalbi muazzin bo'lish ishtiyoqi bilan yona boshladi. Shunday qilib, sabr va rahm shafqat bilan shakllangan nabaviy pedagogika yomon xulq-atvorni ijobiy holatga aylantirish yo'llarini ko'rsatadi. Payg'ambarimiz bu bolaga na qoshlarini chimirdilar, na qo'llari bilan yana shunday qilsang, senga bunday qilaman deya qo'rqitib tarbiya berdilar. Aksincha, bolaning vijdoniga olib boruvchi barcha kanallarni kirdan tozalab, bolaga go'yoki mukofot yog'dirdilar. Nomi Kutubi Sittada uchraydigan ushbu bolaning ismi Abu Mahzuradir. Payg'ambarimizning tarbiya yo'llari unga shunday ta'sir qilgan ediki, o'sha kundan keyin hech qachon sochini kesmagan va keksalik davrlarida unga sochingiz bu ko'rinishda juda xunuk, endi sochingizni oldiring deyilganlarda jahl bilan bu sochni kim ushlagan bilasizmi deya javob berardi. Ba'zi ota-onalar agar bunday hodisalarga qattiq turishmasa, farzandlari bu xatti-harakatini odatga aylantirib qo'yishdan xavotirlanadilar. Bir marta yolg'on gapirgan bola bir umr yolg'onchi bo'lib qolishidan qo'rqishadi. Vaholanki, bolaning fitrati sof va hech qanday fitrat yomonlikka moyil emas, aksincha yaxshilik qilishga intiladi. Bunday sharoitda bolaning salbiy harakatlarini ko'paytirgan yoki davomli qilgan narsa asosan ota-onalarning noto'g'ri munosabatidir. Ota-onalar qanchalik sabrli bo'lib harakat qilsalar va farzandlariga yo'l ko'rsatgan holda oldinga intilsalar, bolalarning fitratlaridagi javohirni saqlab qolish osonroq bo'ladi. Sabr qilish oson emas va sabrli bo'lishni xohlaydigan ota-ona bolalik yillaridagi ijtimoiy ta'limotlardan kelib chiqqan ko'plab reflekslar bilan kurashishga majbur bo'ladi. Ammo ota-onalar bir marta bu ruhiy kishanlardan xalos bo'lgach, farzandlari bilan oralarida hosil bo'lgan ulkan mehr-muhabbatga guvoh bo'la boshlaydilar va albatta bundan xursand bo'lishadi.